Assalamu alaykum Salkin Tor bekitining aziz mehmonlari. Salkin Tor bekiti Qalb Sadas programmasining 3-son orqali yana sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men program riyosatchisi Farida Anvar. Bu qitimki programmamizga taklif qilingan aziz mehmonimiz bo'lsa, yangi davr Uyg'ur falsafaviy ideyalarining asoschilaridan biri, olim, to'kpikor tarjimon, zamonimizdagi danglik Uyg'ur nashriyotchisi, Xinjiang ijtimoiy fanlar munbiri jurnalining muavin bosh muharriri, Natiq Islomjon Sherif apandi bo'ladi. Biz bu qitimki programmamiz orqali Islomjon Sherif akaning hayotiy faoliyatlari bilan tanishib chiqamiz. Shundaqla uning muhim tadqiqot natijasi bo'lgan Yashash san'ati nomli asar haqida tushunchalarga ega bo'lish bilan birga mazkur asarga bog'lashtirib, biz muhim deb qaragan bir qancha atalg'u va masala haqida Islomjon Sherif akadan ta'lim olamiz. Assalomu alaykum Islomjon Sherif aka. Aldı bilan sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib, bizning Qalb Sadas programmamizga qadam tashrif qilganligingizga Salkin To'ridagi to'rdoshlar nomidan, shundaqla Salkin shirkati nomidan chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizga. Unda bo'lsa, bugungi suhbatimizni boshlab ketsak, unda aldı bilan Islomjon aka, sizning mushu hayotiy faoliyatlaringiz, shundaqla ijodiyat musofirlaringizni o'z og'zingizdan bir tafsiliy anglab boqqan bo'lsak, shu haqda bir to'xtalib o'tamiz. Men maxsus şiir yazdıran, yoki hikoya yazdıran ve yoki ma'lum bir kasbniki nasib bo'lmaydi, men umuman qilib shu xizmat jarayonida o'zimning qiziqish bo'yicha ijtimoiy fanlarning turli sohalarga kirgan edim. Men 1968-yil Millatlar Universitetini bitirib, Yakin Naylik Partikum Təşviqat bölümüne xizmətə baxam. Ben məktəbdəki vaxtımda dadamın tapşırığı boyunca nurgun nərslərə ətraflı qısqatdım. Dadam bir tane ölüm alqışı, bu tolumu menimki çunqur oqışımını arzu qılabdı. Ben Yakin'e baxandakən, Yakin təşviqat bölümü işləyəndikən menimki bir arzuyum, nəhayət oğuşlu qəlb oldu. Bu nə mənsə? Ben çeksiz kitaplar deryasına girişi hal ettim. Milletler Üniversitesi okuduğum vaxtımda o, bizimki İctimai Fanlar Akademisi, Cumhur İctimai Fanlar Akademisi'nin Milletler İnstitutu bizden mektepteydi. Orada Abdurrahman İslami, Enver Baytur diye iki alimimiz şöyle hizmet kılattı. Ben şuların banasında nur üniversitelerini şöyle okuyorum. Yakin'e bakandaki olsa kitaplar oğlu aldım. Yakin kütüphanasında çeksiz kitaplar saklanır. Bular kitap köydürüp atkan vaxtı bağlılığım üçün, Mədənin Qılavı'dan nurgun çıxan kitaplarını köydürüp yoxlatkan vaxtı bağlılığım üçün. Ben təşviqat bölümdeki rolamdan faydalanıp tigişlik kitapları tutquzub oluş. Tigişlik kitapları iyi buluş. Bazı çağlarda dini kitaplar arasında bazı fənli kitaplarını tep oluş. Bulup Kur'an-ı Kerim'den keşfiyat Xanzu tili nusqaları, Uyghur tili nusqaları yok. Ben şu asası Yakin tapqan. Şu an ben azı Yakin'e hizmetim, bir kadar muvaffakiyet kullanıp ben 75. yıl şu an işledim. İşlerken ki ben 75. yıl Cenab-ı Şincan boyunca işte Zırkbe Abdullah'ın ki nemonisi bulup ve şu Abdurrahman ayımızda Asallık Milletler Dili Yazgıda kitap lahileş, neşri kılış hizmeti oldu. Hizmet çıkının çoğu çıkın. Bu yüzden sevdiğim efendim reseçikler kaçaktı. Şu vaxtda ben şu meclis gelip, meclis katlaşkandan ki, böyle nurgulluğun şu asallık milletler dili yazık meselesi de qanday qilib yaxshi rivojlantiramiz, qanday qilib asallık milletlerinin dil yazıqda kitaplarını obdan neşri qilamiz, milliy madaniyatni Cumhur medeniyetinin muhim kısmı deb hisoblab,
Bunu qanday rivojlantiramiz degan temada katta haybatli yig'in bo'lgan. Bu majlisga markazdan Palla akademiyasi odamlar bor, bizning ijtimoiy Palla akademiyasi bor, har qaysi universitetlardan olimlar to'plangan haybatli cho'ng yig'in. Shu yig'in ustida mush Qashqardami har bir viloyatda ishli sirtqi bir tarjima guruh qurmaymiz degan gaplar Qashqar cho'q. Boshqa yerda bir guruh qurilsa Qashqar cho'qim nashriyat bo'lish kerak. Degan fikrdan men yosh cho'z vaqtim. Shu go'dak vaqtim shu fikr o'tirib qolgandiki bizniki Esa Shakir degan madaniyatparvar, salmoq bizning Qashqarning muavvalisi. U kishi bizning rahbarimiz bilib meni aytib kelgan. Shu vaqtda bu yosh bo'lsa buning fikrini aytib, muhim bir narsani dedi deb meni oldin ishtirdi. Shu ishlarga konkret deklaratsiya yozdim. Bu ishlar bilan Abdumrayonda hal bo'lmoqligi uchun kim Beijingga menvatdi. Men shu oraliqda Qashqar TV'ga yetib keldim. Qashqar TV'ga yetib kelib, men shu yerlik partiya komitetida bir 76-yili bir nazariya tadqiqot bo'limi degan bir bo'limdan boshliq bo'ldim. Shu vaqtda bu masala o'tirib qo'yib, nashriyat quramiz deb loyiha qildik, lekin bu loyiha nashriyat 5-4 yil hech ish qilmay taqib ketdi. Taqib ketishda nashriyatniki qurg'uvchilari gerçi loyihachilar biz bo'lsak, lekin men bevosita men DV meni xizmatga chiqishga ruxsat qilmadi. Misha bo'lim ishlaydi. Boshqalar chiqdi. Şunlar bu söyleyip gidip 79-yili biz mavjudluğun 10. münasebet doğrusunda diye katta eser çıkar. Bu eser şu Cumhur'un iqtisadi kuruluşu bırak şekildeki çoğun yetekçi ideydi. Ben şu vakti şu bölüm başlık bulup Mişak geldim. Abdülmaylık Parti Mekteb'e okuş geldim. Şu okuş geldiği vakitte ayrılmamışlar. Qashqarda Uyghur Neşriyat kurulumuz diye gap bulup kurulup iş bakmay çürüp gitti. Bunun iqtisadi asası yok. Bilim kurulması mükemmellemez. Muşine kuruş, hazırki bizning Şinjan'daki medeniyet kuruluşu çoğun mesele. Dep şunu ben deklaratsiya etib o'tirib qo'ydim. Buni yig'in menga bir necha yillarga yardım bir mashin berdi. Ana meni qo'llab chiqqan turmush odamlar bilan biz bu hukumatning raisini topdik. Temir Davomini topdik, Kim İsmail Ahmedni topdik. Ularninki maslahati bo'yicha men eng oxirida Beijingga bordim. Beijingga bir Uyg'ur nashriyatini tunji qitim o'z qo'lim bilan go'yida tasdiqlab keldim. Men shundagi tashviqot bo'limidan Uyg'ur nashriyatiga chiqib muavin bosh muharrir bo'ldim. Zo'r tirishchilik bilan uningki mablag'lar qilib, uningki odamlarni tanlab, uningki mayli tahrirlik qurilmasi bo'lsin, mayli zavod qurilmasi bo'lsin, mayli butkul nashriyatniki ma'muriy ilmiy boshqaruv ishlari bo'lsin, men uni o'tdek qizg'inlik bilan tegib tez fursatda 180 nafar odam nashriyat qurib shu ishni. Nashriyat qurgandan keyin Markaziy partiya maktabga rahbariy kadr tarbiyalaymiz deb meni aytdi. 2 kishilik kurs qilmadi. Men va'da asosan falsafa aspirantlik o'qidim. 2 kishi. Men u yerdan qaytib kelgandan keyin men Qashqarda ishlab 90-yili men ijtimoiy fanlar akademiyasiga keldim. Endi men shu yerga kelib uzoq vaqt biz ijtimoiy fanlar birlashmasi qurildi. Men shu ijtimoiy fanlar birlashmasininki shu chog'dagi vaqtliq rahbarlik organining muavini bo'lib, shu bir tarafdan jurnallar boshqardim, bir tarafdan moliya asar boshqardim. Bu maqolalar shu ma'mur ishlar boshqarib turibdi. Bir mezgildan keyin maxsus jurnal tarafda bo'ldim. Demak, meningki ishlarim bu maqolalarda mushlar bir ma'muriy ham ilmiy xizmatlarga qatnashish, rahbarlik qilish jarayonida o'zimning ishiga o't qo'ymay, men kulligi hukumatningki nurg'ulg'an ma'muriy yig'inlarda, ma'muriy majlislarda xuddi jang'ildan chiqqandek ta'sir chiqmaydi inshaalloh. Shunday bo'lsa-mu, men ma ishimni boshdan oxir qo'yib qo'ymay, mening vatanimning qon qarindoshlarimning men bir Uyg'ur ziyolisi bo'lgan ekanman. Menda qarzi bor. Men ular qarzdor. Men yurtimga, millatimga bo'libmi meni beqib o'stirgan
Muş milletin akıtı kılışığa ben cevap geldim. Çünkü ben neşret başlığı, jurnal başlığı bulatlıqadan ben galasını takıp jursam olmaydı. Yani çok ben özümde tavlapmışlar. Azıcık zamanın ılan ziyade sayılar düşüp gerek. Yapmışım. Ahire ben şu içtimai birle ben bir kelgendiğin ki bundan ki mesele bulap uzaklaşıldım. Şiramşıldı. Benimki hayatım tahminen 30 yıl terlik bilen bitti. Ben kısmetli hatta 40 yıl oldu, 40 yıl başladı. Müşterilerden ben mesela içtimai perdeki her bir taraftan bugün işte. Yani ben bu jarayonda şu tercih olan kitapların ki mesela isim kase, isim kegeleri mesela biliş ve hakikat, tecrübecilik mi ya ki Marx'ın, Leninizm mi, Bahar diye roman, Yıltez diye roman, dünyanın ki 5000 yılı diye tarih mecmua. Qatarlıq məndə 5 milyon ətrafındakı hər xil pəllərin ki, ədəbiyyat, sənət, tarix, başqa pəllərə aid bir kitablar tərcümə qılıb, onun sallarını unutub qaldım. Mən şu cərəyanda əsasən xalqa vaxtı məqaləsimi xalqa vaxtı bir nəsil tərcümə qılmadım. Amma o talant meselesi benim kallam kalmış o 80. yılın başlarında çim uğurlaştı. Ben şu özümün memur hizmet çekenimde kitap, gazet, jurnal, sanat, kütüphane, kitapxana diye yerlerge münasebetli hizmetler köp işledi. Şu bu alışımı bu çekenimde bizimki milletimizdenki pen kuruluşunki nahayeti bir tarafın balap kılıp kaldı mı? Milletimiz asas çayetin en akıllı edenlerimizden iki iş gidiyor kalkıp birisi memur rehber buluşuyor ketken en akıllıktan alırız. Pul tepşik ketken. Şuna bakalım için pul tepkallar mevcut bazıları en ahırda yürekleri sokak. Ta kesel boğuşluk o puldur mehrin üzerine tuğan en ahırda onundaki cesaret pulla ağırlaşkan. Ondan ki milletimizge mengüle kaldırgan nersi, balı çakılları kaldırgan uyumakalları, pulları, bozumu. Lakin vatanımızdan bakırdı bul bulup tekrar açıldıgan bir onca medeniyet için ular bir nersi kaldıramadan. Memur rehberlerimiz olsa her gün iş orunlaştırışlarına ciddi yığınlar düşürüp, ularının bazıları medeniyetlik erbaplığa aylansın mı? Lakin bazıları bağlansın, bilimde akıl kılıp, ular devamlı gizet, jurnallardaki şuarla, karakterlik derslerle bulup gidip, her birisiyle bir mesele sözleşsiniz, insanın içki dünyasını içiş, onun yoşuluk kabiliyetlerini kıziş, mesela kendiniz o korkunçluk derecede ular bir ramdılap Türkiye'de. Şunu mesela toktar. Bu İK geziş ve başka iş, barlık yazgıcılık bana eminet kabul bu toplum ilişkileri. Bizim reallıkımız ne? Bizdeki pen ağlanırımızın bu mağalık. Bizim reallığımız ne? Zor karxanaların bu mağalık. Zavut karxanaların kolumuzda bulmaslığı. Bunların kayıt kolup getirişi usul demek çokum talantık adamların meydanına çıkıp dünyanı soğuduğu, dünyanı rekabet kılarlayan karxanalar terepke ve şu arkalık nahayet zor bir türküm icatlar alınan toplaşkı bağlılık. Şu an benim tatbikatım bu nişanı ben işlerim. Ben yaşas senette dedigende yazışıkı başladım. Yaşas senetine başlayıp şu an azıcık ben bir talat şunaslık, talatlıklar ve onların rolünü cari kıldırış doğrusta, talat bozuğusu, akıl ve fazilet, adem ve iktidar, kriz ve berbacılık diyen 6'da kitap yazdım, 10'da kitap yazdım ben hazır. Yani benim yaşar senetçi ödüsem, bu kitaplar asasında benim hem de resmi özümün konuda vatanım için, halk için, beni terbiyeleyen kompartiya, beni pek ümit üstügen anamdan tartıp azıqışlık men için yüreklerine serpil olan kardeşlerime bir cevap verdiğim.
kitapni yozay. Bu kitap cho'qim hozirgi zamondagi nazariya ufqining bir chetiga chiqish kerak. O'zimning ko'nglimda. Bo'lmasa men burroq o'ylab kelsam bo'laydi. deb tutishgan kitap o'sha. Buningki hozir chiqqan qo'lingizga mana o 4 tom kitap. Buningki ijodiyat vadisi, o'g'illik vadisi degan ikki vadaning birinchi, ikkinchi qismida 4 kitap. Bu mening planlagan 7 vada. Kunduzum keldi. Yeni bir avlod chash qaraytish yuyusi yo'qli kunduzum bir qatim yuvish bilan chachingizni unumli qaraytib sizga kunduzda qapqara ham paqroq chach ato qiladi. Kunduzum. Xinjiang Gullan xalqaro savdo cheklik shirkati. Özemning chiyi. Mazkur asarning tahririmi shu kitobni o'qigandan keyin o'zim bir tomondan xuddi bir oftobga chiqib qolgandek, ya'ni bir ma'lum bir bilim daryosida eqiyotgandek his qildim deb yozgan. Siz shu asarning bir avtori bo'lish sifatingiz bilan shu asardagi yangilik va ahamiyatli bo'lgan mazmunlar qaysilar deb qaraysiz? Bu haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Endi bu asarning nuqtalarini tushunishdan burun asar qanday yozildi, ne muddati. Mening qarashimcha hozir hayotda bir chiqish yo'li bo'lish kerak. Bir chiqish yo'li degani cho'ng bir davlat, hukumat, bir millat, bir oila, bir korxona hammasida. Menimcha chiqish yo'li nima uchun chiqish yo'lini izlab qoldik? Buningda biz asosan bir krizisga yo'l qo'yamiz. Krizis nima? Krizis hozirgi dunyoda portlab taraqqiy qilayotgan iqtisod, harbiy mahorat, savdo sanoatdagi tezlik bizningki iqtidor qobiliyatimizni qistab qo'ydi. Bizning iqtidor qobiliyatimiz uning yetishmaganlikdan nurg'unlagan taraflarda biz vahim chekmoqdamiz. Bu nima ko'rsatadi? Bu qanday krizis? Menimcha iqtidor krizisi. Yangi bilimlar krizisi. Menimcha krizisdan chiqishda o'tib ketishning yo'li nima? Yangi bir qimmatga ega ko'z qarashga, yashash qobiliyatiga ega bo'lish masalasi. Biz necha vaqtga asosan bir qadar bekinma jamiyatda yashaymiz. Biz umuman g'olqib ketgan ishlarga yo'l qo'ymaydigan. Her bir ağız gapni men qatim santalab, sintezlab, onunla radikal sözler bilan tarbiya berdigan, ammo erkin fikr yo'l qo'ymaydigan bir xil bekir maholatda yashab keldik. Bu bizningki iqtidorimizning dunyoviy raqobatga, dunyoviy savdo sanoatga qatnash iqtidorimizniki tuvan bo'lib qolishiga sabab bo'ldi. Bo'libmi uzoq hukm surgan atalmish madaniyat inqilobi degan madaniyatga qarshi shumliq Jungo xalqini erkin fikrlar bo'lib qo'ydi. Bo'libmi Xinjiangda bizningki konkret Uyg'ur xalqini, Qozoq xalqini, Qirg'iz xalqini olgan bo'lsak, bularning fikri ichkiri qaraganda taqim bekinma bo'lib qoldi. Shunga men kitobni mushunda bir bekinma holatda iqtidorsiz qilib, o'zining kelgusi hayotidan ansirab olganlarning yuridiga vahimini ko'tarish uchun yozdim. Menimcha bu kitobning bosh muddaosi kamolatli bir insonni paydo qilish. Kamolatli inson qanday odam,
Menimcha insonningki tan qurilmasi, jismoniy qurilma jihatdan aytgan vaqtida barliq insonlar o'xshash. Shular bo'lganligi uchun tirishib har qanday odamning ulug'liq aylanib ketgan nuqtada aytgan vaqtda barliq odam muqaddas. Odamni xorlash, uning erkinligiga tegish, uningki fikrlarini bo'g'ish, qarab turib o'zidagi kichkina martabalar orqali kishilarni xo'rlash. Bu bir xil millat ichidagi shunluq. Bir millatningki o'rnida dasturi bo'ladi. Bizdek asalliq millatdan, Cumhuriyet ibaret büyük vatanimizda dastur xizmat qilish uchun bizni boshlab ketayotgan Xanzu xalqining qadamlariga yetishmash uchun cho'qim bizda minglab olimlar bo'lish kerak. Zo'r korxonachilar bo'lish kerak. Har xil tilda so'zlaydigan, har xil fanning mutaxassislari bo'lish kerak. Agar biz mushu kundagi radio, televizor, gazetlar qaraylik. Men radio, televizorlardan, gazetlardan eng yaxshilarsam mumkin. Lekin mushu ko'p vaqtda san'at dumurlar. Uyg'ur kanalları degan nima ish qilgan narsa desangiz, u yerda ayrim mushu madaniyat kanallarida ayrim ba'zi shaxsiylarni tanishtirib qo'ydi. Lekin uningda dunyoviy raqobat tushadigan olim yo'q bu kanallarda. Junguga nazariya tadqiqot o'ziniki ta'limotini yaratilgan odam yo'q. Bu yerda muxbir bo'lgan, bu yerda manda o'nman olgan, manda boshliq bo'lgan, manchiqatim mukofotlangan degan gaplarni odamlar so'zlaydi. Mushlar bo'lganligi uchun bizning millatimizningki bolalari qanday qaraydi bunga. Endi hozirgi shu studentlar, oliy maktab o'quvchilari shaldirib ishlab kirdi hozir bu maydonda. Hozir millionlab bolalar shuni ko'rmoqda. Uyg'urning bolalari davomli qusli o'ynaganni, naqsh aytganni ko'rmoqda. Endi oz to'la va chet el ko'rib o'qib keldim, mashhur uyda verdi, manch pul topdim deganlar bor. Endi mushundaq bir ketaveradigan bo'lsa, menimcha bu insonning kamolida yetilmaydi. Endi biz Karadagi masalan yashash san'atini bizning mamlakatimizda e'lon qilingan 36 tadbirni va yoki nurg'unlagan kitoblarni o'qidik. Bu kitapların bazıları Allah'a mahir olsanız manç pul tapsınız, manda kılısınız. Gipiniz onluğa, o bu boz, manda iş tutvarız deyin gepler, nacı. O bir xil ne mezler? O bir xil ma'lum vaqtliq. İşlerini hal qilish uchun ma'lum taktika, ma'lum texnika, ma'lum darajadagi adab, ma'lum darajadagi shirin so'z, ma'lum darajadagi kiyim-kechak, taqturuq, asqatadi. Lekin bizning maqsadimiz agar bunday bo'lgan bo'lsa, bu shunchunlar necha million odamni faqat ashunda san'at talablarla munaqqib turgan bo'lsa bo'lmaydi. Bizdan nihoyat yuqori saviyali san'atlar chiqib dunyoda hayratli maydonlar chiqib pul topamidi? Hayratli romanlar chiqib dunyoni qoplayamidi? Endi bizda hozir bor yo'q muqam desak, agar muqamni hozirgi zamonning ehtiyoji bo'yicha yig'in operalashtirilgan va uningdan shu bo'yicha nurg'un filmlarni ishlash xizmatlari ishlanmadi. Bunu biz endilikte takabbürlendik elip yaşlar tanıştırış seviyesiga yetdik. Yaşash san'ati degan insonningki bir hayratlik odamni qurib chiqish san'ati. U bir zavq qurgan texnologiyaga, surat tortganga yoki xat yozganga biror kasbga o'xshamaydi. U odam talantining barliq shaxlarini taraqqiy qilgan cheksiz zihniyat harakati. Bizdagi oliy maktablarimizda, o'rta maktablarimizda xalqchilik zihn sinash degan gapni Fransiyadan ko'chirib kelib ishlatgan bo'lsa-mu, vatanimizning bag'ridan o'sib chiqqan olimlarning zihn harakati, iqtidor harakati, aql, ijodiy iqtidor masalalari haqida muhokama bo'linib, buningda dars tuzilmadi. Bu intayin zo'r xatolik. Şuna ben bundan bir davrdan ağız kalgan, hurafi, sankiler bir dakika muş kavaklı yetişeceğim mi? Kitap yazıyordum ben daha biraz kavak yetişeceğim. Ben bunun için kandak kılamayın dese,
birini bağlap olmak bardıgan, bel tutup çeliştiğin yigitler dünya boyunca halkara soğuduğu çeyreydiğin. Halkara ilmi rekabetlerde asasi neticeleri kötü çıkarılaydiğin. Memleketimizdeki emeli zamanımlı iqtisadi hareketinde birer nemonu turzalaygan adamlarning, erkeklerinin payda buluş için oğul kızlarımızda bu işte adamlarını bir gün köreymen diye ümitle yazılan eser var. Kitap. Bu 7 tom. Endi 7 tom desem bu kitap ikisiler 4 tomla ketdi. Ben bunu imkoniyatni bir qisqartib, imkoniyatni barcha Uyg'ur xalqi anlamız bo'lmagan gaplarni qilaman. Ammo o'sha gap yozmayman, lekin bu shu kitap bilancha daşöyle qilmagan, palla akademiyalarimiz qilmagan, hatta yozuvchilar jamiyati, Adabiyot sanatchilar birlashmasi, madaniyat nazorati degandek nurg'un lug'at ilmi sistemalarida davron ko'tarib hech zamin yadro yetmayotgan ish bo'lganligi uchun faqat bu ishga ixtiyor qildi. Men bundan vatanimdan, xalqimdan hech qanday narsa talab qilmayman. Men bu kitobdan shu bolalarning o'zining xorliq qilmasligi uchun, shu kishilarning dunyoni bilmayman, o'sha bexud. Men mandaq oldim, men o'nman oldim, yoki men cho'jam oldim, yoki men o'zim bir kichkina qarqara boy bo'ldim degan pishiq gap emas. Men insoniy bir hayotning qadr-qimmatini tondimmi, to'lbudimmi? Men zodi bir kamolatli inson bo'ladigan yo'lni bilandim, bilmamdiman deb savol qo'ygan, ya'ni berib qilish uchun taqdim qilayotgan ish. Men bundan o'g'lik degan qahramonni tiklayman. Öz ijodiy tadqiqotlarimizga birlashtirib, biz shu o'qirmanlar tushunishga tegishli bir qancha masalalar haqida bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz, undaqda shu o'g'lik degan so'zni qanday tanladingiz? Uningda qancha mazmun bor, shu haqida bir to'xtalib o'tgan bo'l. Bizdagi tariximizda ilik, bilik degan so'zlar bo'lgan. Bu so'zlar avval ko'k, gök degan so'zdan kelgan. Bu yorug'lik, ozodlik, danishmandlik, bilimlik, ijodkorlik degan so'zlarning negizidan kelib chiqqan so'z. Endi hozir o'g'lik degan so'zdan kelib bevosita bizga tiklashchi desa, Yusuf Xasajib o'zining kitobida 4 shaxsiyatni tiklagan. Kun tug'di, oy tug'di, o'g'dilmish, o't qurmish. Öldürmüş, aşağıya deb xalqqa so'zlayotgan danishmand kishi shu. Yusuf Xasajibning o'zi. O'g'lik shuningki hozirgi navrisi. Mana tushganda, nima desa, Qaraxonda qo'lda tutib turgan danishmanddan Uyg'urning bugun hayotida qaytadan paydo bo'lishi. Kitobdagi maqsad, o'g'likni tiklashga maqsad, shunday danishmand kishilar hozirgi kunda shu Xaqondan açıkça 20 xil adam bilan so'zlashadi. Shu 20 xil odamlar hammasiga ozmay joyida javob berdi. Davlatniki tog'dagi ishlarni, turmushdagi qumdagi ishlarni raklik boshqardi shu. Shu danishmand kishining etini biz o'g'lik deb yurdik. Asla o'g'dilmish emasmi? Luk qo'shimchasi bizning hozir Uyg'urlarning kelaqi har bir otning keyniga chi, lik qo'shimiz emasmi? Shunday bo'lgan chog'da bir hunarmand kasbdinki ismi chiqadi. Endi bu o'g'lik qanday odam desangiz, bu o'g'lik degan o'zi ma'lum bir kasbdinki boshlig'i yoki u kasbdinki mohiri degan gap. Bu barliq kasblarda hayvatlik odamlarni barliq keltiradigan bir xil ruh. Endi bizlarga iymon degan nima desa, bir shayni to'g'ri tanimak va ona ishonmak deb javob berdi. Bu o'g'lik degan nima desa, hozirgi zamonda to'g'ri tanimak va o'zining hayot qoldirganligiga ishonmak degan gap. Demakchi, har qanday bo'ron, har qanday ofat, har qanday yovuz bo'lishdan qat'i nazar mavjudlik uchun tirishadigan bir odamning simvoli. Bu odamningki qon tomirlarida va ekshurdi. Lekin ama o ruh bir ma'lum shakl ma'voda ko'rsatgan shakl yoki bir odamni ko'rsatish mumkin emas. Bu mushtaq bir ruh. Bu odamni qanday qildi desangiz,
bu ma'lum bir yangi ideya bilan o'zini zamonga loyiqlashtirdi. Shuni bilaman, ma'lum shu ideyasini tanlagan ideyasini azaliy va mahsharlik qilish uchun tirishdi. Azaliy deganimiz nima? Dunyoning aylanish qonuni bo'yicha mangu qurab yo'qolib ketmaydigan bir kuch bor. Bu kuch bizning ko'zimizga ko'rinmaydi. Lekin hushar bo'lsak dilimiz tuyib turdi. Masalan, biz o't elektr stansiyasini qurdik. Suv elektr stansiyasini qurdik. Shamol elektr stansiyasini qurdik. Bu qanday gap? Bu kuchni kim ko'rgan? Hech qaysi ko'rgan emas. Bu kuch mavjud emasda. Bizga hech narsa ko'zimiz ko'rinmaydi. Bu qanday bayqaldi desa, tabiatning ritmida ketayotgan kuchni inson o'z vujudidan, ya'ni tantiv ishlardan topgan olimlarning bayqishi bo'yicha, shamolda mundaq kuch bor, suvda mundaq kuch bor. O't demak, mayli o't, mayli suv va ya shamol bo'lsin, hammasi tabiatga aylanib kuchlar, buni hech qanday odam ko'z ko'rmaydi. Shamol hatta sizni o'rmakdan kasib sizni qavadasiz, ko'rmaysiz uni. Demak, o'g'illik nima qilgayda mana shunday bir kuchdan foydalanib, o'zining tantiv ishlari orqali bayqab, buni shu orqali o'zining gumroh bo'lishni, doy bo'lishni, olim bo'lishni, qarqanchi bo'lishni, boy bo'lishni, umuman go'zallikning barliq taraflarini izlab ko'rdi. Barliq razilliklarga qarshi mahoratlarni o'stirish uchun tirishdi. Masalan, u bir qog'i bo'lsa, shu rasmiy qarchi bo'lishni o'ylaydi. O bir qushqash bo'lsa, o'pib bo'lishni o'ylaydi. O o'rdak bo'lsa, suvdan chiqib uzdigan g'ozda, uchidigan g'ozni olib do'rash mumkin. Demak, bu qat'iy hozirgi o'zining shu iqtidor saviyasiga qadar qilmaydi. Bu shunaqa bir odam. Bu odamningki o'zini zamon saviyasida oshda oliy martabaga ko'tarish, ham shu martabadan o'ziga, ya'ni iz qoldirish. Buningda tarixiy iz, hozirgi zamonning talabi va kelgusi qoldigan tajriba uch xil alomat bor. O'g'illik degan mushlar mazmunda tanlangan edi. Biz endi bu odamningki shu o'g'illik degan meningki qanday chiqdi desa, menda asli bizning millatimizda hozirda o'zlik degan gap bor. O'zlik deganning o'zi nima? U balla Nurgulga Yosh Abdullah o'zlik degan gapni ko'tarib chiqib, nurgul maqollarni yozib, hatta kitoblarga mavzu qo'yib, mana bo'lib ketdi. Ama o'zlik nima edi desa, bu o'zlik degan, masalan, men o'zim desak, biz mushu o'zimizningki, masalan, o'zlik o bir xil umuman atalg'i bo'lib, o'zlik masalan, shaxsiy aytgan vaqtda men bilaman. Kollektiv aytganda men o'tag'ala bo'lamiz. Millat aytgan chaqda hamma millat bir o'zlik bo'lamiz. Davlat aytgan bir o'zlik bo'lamiz. Bu nimani ko'rsatadi? Albatta, mushundaq bir ta'minot, mushundaq bir o'zlikniki yemak ichmagi, uning yoki moddiy yoki ma'naviy turmushi ta'min etilishi kerak. O'zlik deganda yo'ldoshlar bana mushundaq bir masala hal qilishni nazarda tutgan. Meningki tashrishim bo'yicha o'zlik degan bizda tarjima orqali xato qabul qilinayotgan ish bo'lib, bizdeki pasport, salohiyat kelishkisida kimlik deb atadik mesela. Kimlik meselesimiz bir söz hal bo'ldi. Endi biz kimlik meselesi hal bo'lgandan keyin bizdeki öyle kimlik bo'lgandan keyin o'zlikni uni yana qo'shishdan hojati yo'q. Kimsan? Men Pustani millatdan, Pustani dindan, Pustani vatandan. Bu mesele hal bo'lgandan keyin o'zlik degan o'g'illik cho'disangiz, mana bu o'zlik chambergida turib o'zininki barliq ehtiyojlarni biladi, bayqaydi. Uni hal qilish uchun bu dunyoviy bir kenglikda bilimni izlaydi. O'zlik bo'lmay qolgan chaqda ko'proq Allohga agar to'g'ri tashviq qilinmasa, bu o'z manfaatini ko'zlaydigan, o'zining oilasini ko'zlaydigan har bir odam moddiy manfaati uchun to'yinmay edilib yurib, har birisi sho'rg'ich qurtlarga aylanib ketadigan ahvol kelib chiqadi. Bir vatanda sadaqa, hatta ming yil burungi dillardan sadaqa bor. Siz o'g'illik jo'rasa, o'zini boshqalarning xizmati uchun baxshida qilish ro'yi. O'g'illik mana mushu sifatlar tasvirlangan odam. Ana uningki
Ögülükdeki bayani maxsus ikki tom kitobni tugmay, ya'ni biz Ögülük degan 7 qismli kitobda Ögülükdeki barliq alomatlari bir-birlar bayon qilindi. Masalan, ijodiyat. Bu yettavada qanday kelib chiqqan desangiz, biz Ögülükimiz qanday kelib chiqqan desangiz, bizningki butun dunyo bo'yicha aql bulug'ini ochadiganlar hozir shu Freud degan odamning it was Sprovo degan uch baldaqliq sistemasini qabul qildi. Buningda buni biz Uyg'urcha tarjima qilsak, Xanzurcha bilmozi va chava deydi. Buni biz Uyg'urcha qabul qilganda o'mlik, o'zlik, o'glik deb, o'rlik deb tarjima qildik. Endi bunda bizniki mintaqamizga o'yinib qarasak, Yusufas ajib 4 kat qilgan. Bizning 6,5 4 kat qilgan. Qarbar 8lik mesela sabah yani tang sahar, bağ, çiçek, uçma, hava, çiçek, dara, yıldız, zemin. Manda 8'lik ödüşüp, muşa aylarında mevcut bulunmaz diye. Yani her kadar bir canlı, her kadar bir ziraat, her kadar bir şeyi, bana bu 8 ödüşmeden asıl bulup turdu diye. Budizm'nin mentaksı. Bunu Budizm'den Yusufas ajib'le şöylese, Kültürde objektif hakikat. Bir millet, bir devlet mevcut olarak için kuraş kılış gerek. Özden hak için. Yani aytoldu, onun için bu bütünley ilgilikli planlar bunu haklı bəxtlik təmin edilen aş uzak rızkı buluş gerek. Ödülmüş. Onu hal kılış için çok danışmanlık lazım. Oturmuş. Bunun da tehimotini yaşayış için ahlakı çıkralar edip buluş gerek. Diğer 4 adam da o. 4 adamın söhbeti en ahırda bir Karahan ibaret devletin türünü çıklayın. Şimdi Yusufas Acib'den ki sözünde Yusufas Acib bu kitapta naati nurgun dersler sözü geldi. Lakin bu adam bizdeki bütün dünya boyunca destek buludu. Birinci katip ilim sistemesine, yani ilim fiziksine, fizikteki hareket gibi, cismin hareketi. Kimya degen almış, girerleş degen gibi. Bu fizik yani insan aklının fizikal hareketine oturup koyup ilahi kitaplardan, yani samavi kitaplardan, insani dehri kitapları ötüdüğün halkını halka adamıdır. Bu kandak geldiyseniz şu vakit aralıkta bu din deyimiz nur bulganlar o maklakan o Huda padişah vezirde çoğurup düşürgen. Yusuf has acıp kege vakıda Allah seni insan kılıp yaratkan iken sana akıl taksip kıldı. Diğerlerse oturup koyup bu adamdan ki ilim ilerleş insanın büyük vazifesi. Şu tutatlı bilim. Bu arada bilimle ilimin 3 sistemi ayrılır. Erkek ilim, dişi ilim. Erkek ilim dediğimiz tabiat yaratılgan dünya. Buna hiç kandak adam bu yakalanmaydı. Hiç adam otu içeri demeydi dünyada. Hiç adam suyu götürmeydi. Hiç adam tağlarını tüzleyeliz mi? Tağlarını umumuyuz yoktur mümkün emez. Onu yoktu ben de tüzlüğe bile ona taş tüprüğü mevcut. Şu an adam şu her kandak işte goya su, deryada su akıp etken olsa onun tepside bir tal şal, bir tal yağ akıp etken olsa akıp etken su, tabiat tepside ilettiği şal adam. Onunki adamdan o tabiat uyan bir yaklaşık demez. İşte kovalık için tabiat erkek bilim. O sual sordu. Mesela Mehmet derak var, Mehmet bir hayvan var, Mehmet bir tat var. Ben nime sen bilemseydim soraydı. Dilimiz bana şununla tekizlengendiği keyin deb qarab, u yoqqa bir qaylab, bu yoqqa bir qaylab, pultni ishlab beliq deymiz, sutkina, qush tutayotganda qush deymiz deganda avval dilimiz buni hazm qilib shayni ataydigan tilni bizga berdi. Yani çiğlem degan joysiz bana biz odam so'raymiz. So'rg'ichi. Savol so'raydi, biz javob beramiz endi. Ma gol, ma daraxt, ma daryo, ma tog' deb. Demak, ilm mana bu shunday ikki xil bo'lib, erkak tishlab arildi. Bu ikkisi giralishi rasmiy bir-birini chuqur hazm qilgan vaqtida bundan ikki o'g'il tug'ildi. Bu ilmning kuchidir. Bu nima desa,
akıl ve ahlak. Akıl ve ahlak bu bütün dünyanın ki zinneti. Bu zinnet adamdan işi hem teşhir bize durdu. Yani bizdeki kitabımızda mana bu şunda bir meseleni yoritish orqali bizdeki adamlarımızda hazırki kunda özüne yana başlayan bir ijodkorlik oyoqqa boshlab kelmoqchi. Endi o'lim hukmini konkret biz qanday tushundik desangiz endi hozir bugungi yashash usuli hozirgi oddiy yeb ichib mavjud bo'lish usuli emas. Bu odamcha yashash usuli deb tushundim. Endi hozirda bizning mamlakatimizda 3 xil yashash usulini tanishtirib o'taman. Birinchisi, hozir mamlakatimizda biz bo'ri tutib qilgan. Bo'ri tutimi asli Uyg'urlarning, Turkiya xalqlarining tutimi. O'g'izxon bo'g'imizniki nima tutib bo'lganda. Endi hozir shu mamlakatimiz bo'yicha landa bo'ri yo'li degan bo'ri yashash usuli chiqdi. Bo'ri yashash usulida umuman qilganda shu bo'ri o'xshash, bo'rining barliq qiliqlarini bir hayvonning shu keskin o'zi raqiblarga hujum qilgan. Har qanday bir o'zi yemigini o'g'laydigan ma ro'yini ko'chirib Jungo karxanachilik tadbiqlab hozir o'sha bo'ri yo'lab chiqdi, bu landa oldi. Bu umuman qilganda bo'ri o'ch ko'zli. Edem iz basmagan jangallar kirish. Düşmanlarga nayt o'xshar bo'lar. Raqiblari cho'ng'lab yo'lbosda kishirdik narsa o'ylagan darhol uyushib. Billa etilash, qatorliq xususiyatlarni odamlar tadbiqlab ketdi. Masalan, shu bo'ri yashash usuli deganda biz shu ko'rib biz o'ylarki, odamda haqda bo'ridek bir jasurlik bo'lgani yaxshi. Lekin bizdeki boğullarımız ne bo'lib bo'rini tutib qilib hamda hozir boshqa dillarga o'tib ketgan. Demak, insoniyatning taraqqiyoti ma'lum bir hayvon yoki ma'lum bir mijoz tutmasdan u yangi ideyalarni qo'g'lashmoqda. Odam degan amaliyotda bir hissiyot qalandiri. U mayli qanday sharoitda bo'lsin, jismoniy jihatga yemak ichmakni qondirishlar bilan eng yaxshi ko'radigan narsalarni qo'g'lab shu o'lib ketadi. Odamning mushtaq butun kelgani shu. Muşta bo'lgandan keyin bu hissiyot jihatda fikrga tayinish bir yo'lda turdi. Fikr. Endi bo'ri haqiqiy jasur bo'lgan taqdirda u bir xil boshqalarni ittifoqlashtirish, boshqalarga xayr ihson qilgan narsa yo'q. Uning dialekt yo'q. Uning da hujumkorligi bor. Shunga bizdagi yetilish takammul, mukammal odam bo'lish, kamil bir insan aylanishdan bir çaresi bo'rilik mijaz ustiga yana texmi yaxshi axloqiy mijaz xulq qo'sh masalasi bor. Shunashqa biz bo'ri yashash usulini umuman yashash usuli deb turilish bo'lmaydi. Buni ilgirlash kerak deb qarabda. Endi hozirgi olimcha yashash usuli, olimlar yashash usuli nima desa, butun dunyo bo'yicha hozir bularmi Yevropa, Amerikaningki maqloqanda odamningki umumiy tuzilmasi o'xshash bo'lganligi uchun har bir odamni olim qilib chiqish mumkin. Olim degan nima? Olim degan amaliyotda na'ina, gumonliq, kishilar bilmaydigan sirliq masalalarni aniqlab kishilarga bildiradigan, aniq qilib beradigan edi. Bir olim, masalan, biz bilmaydigan bir yulduzniki va yoki biz bilmaydigan bir mikro narsadagi o'sha narsalarni parchalab buni tangi qabul qilishni tadqiq qilib chiqqan bo'lsa, bir odamcha sayt bo'lganda bog' va ko'chatlar to'g'risida, baliqchi, suvdagi masalalar to'g'risida, chorvachi hayvonotlar to'g'risida chiqarib biladi. Ular shu masalalarni javob berishda olim qilmagan ish qilish mumkin. Endi odam degan nima desangiz, odamlar shu xuddi olimlarga o'xshash har kuni bir narsa unda to'g'ri xato deb turgan narsa. O'sha bo'lganligi uchun odamlarningki hukm turg'izish, ya'ni bo'ri hukmidan olim hukmiga, ya'ni olim hukmini turg'izishda kichik bir masala ustida hukm turg'izishni to'liqlash kelganchada olim o'xshaydi. Shulashqa har bir odamning olim bo'lib ketishi imkoniyati bor. Shunga biz bu yerda bo'ri yo'lni emas, bo'ri ustiga bilimni qo'shish, olimlik yo'lni, tavhidlik yo'lni, axloq yo'lni tanlashimiz kerak deb qarayman.
Endi mesela böyle bulduk, alim bulduk degende mi? Bu öyle na deb ijodiyat degan murakkab jarayon. İnsanın hayatı başdan ahir turli teperişlerge, her xil ziddiyetlerge to'lgan. Buni hal qilish uchun bir musabqa kerak. Bunaqa qanday odam lazım? Qat'iylik kerak. İrade kerak. Buni biz Oedipus yo'llaydi shunda. Oedipus degan shu Yunon afsonalaridagi bir gap. Oedipus degan nima desa? Oedipus degan bir o'zi Teba podshohidagi oğlu Laios deganning bolasi. Endi o bu bir jarayon murakkab jarayon. Buniki eng muhimi bu şu bir o'zi artistlardan xalqqa boshqa bolani tug'izmoqchilar böyle aytdiki. Buni bir kichik to'qaldan tug'ilgan bolaga chiqib buni chiqarib etgan. Sirtqa. Buni chiqarishda buni shu putini bir jangal tashladi, jangal tashlagandan keyin bir patchi ushlaydi, patchi buni putini chigib tashlaganini ko'rib, endi Oedipus degan put chigilib, put qo'li chigilib bo'ladi degan gap keladi Yevropa tilida. En ahırda bu yeni bir padişahlıkniki aldığı bir padişahınız bunun mesleği yoktu. Dedi ki bunun balası yokmuş, bekbalaydı da, bekbalı çok bilip en ahırda o zaman aşağı. Onun ki öz balası bekbalda balı ikenliğini bilip bunu haberi ehli tallamaydı. Şu haberlik bilen yanıdı. Yeni kitapta bu ne çıkartımlık aşağı ibadethan geçip ibadethan sözlerinde sen çok anamı alırsan dadam ötürse, bu sefer vahşi küller kalırsa, seninki kulağın bağlı iş, en ağırsın, yama ağabey kalkan bala, şum taktırsın, pişananı bad edemdi. Rastigende kitapta birisi Harvard'da, işkisi kitapta bir yol tanışıp verip, birinin olsa öyle gidiyor, karısı uddadı sen. Bu padişah şu kere, aşağı ibadethanıga namaz okumaya gidiyordu. En ahırda, o öyle bir kendiki bir, şununki, yana bir, ayarlanın ki, bir aksımı birisi koyar, onu koyup ki şu ahırda kinezege anısı aşın tıkkanın kinezek şu çağda padişahına ayarlar. O edip öyle bir kendiki kim tağda bir şu nesile bunun diping istedi. Şu aşı bir suallarını sorarken suallarını sorgan adamga cevap verirse onu koyuyor. Cevap verirse şu yeydikken nuru kaydan öldürürken en ahırda hanla balasını öldürürken. Şurada bakalım şu han onu kim ki aşı yoktu alırsa hanla orada birmeydi. Hem özümden sınırlısı nima şunun kotuluk birmeydi gen verir. Şuna karşı bu en ahırda bu Oedipus şu speakers'ınki suallara cevap verdi. O bir mahluk evde. Bir tine edin o şeyda. Yani kulak mıngızdırma. Bu işte bir tarafı bir xil cadıgar. Bir tarafı adam o şeyda bilen narsa bir mahluk. Sonra hem sualga cevap verdi ki o adam şu kayıp boyunca bütün memleket halkı alkışlap padişahlık otağı uzup Kirizekler bir sınırının bir verdiğin ki şu sınırlısı onu zikredildi. Muşumular bu edep başına yama abat kakandı ki bu neymiş bu memleketler kisel takıp gidiyordu. Vabalı da kalkıyordu. Şu en ahırın kisellerinde aleme kandak kılamızdan ibadet kanı verip dirip burada sorsak muşlar bir şumluk var. Şu şum adammış memlekette neyden çıkarılmasa yok almasa bu taht yaş kurulmasa bu memlekette afet tübeydi dedi. Beklemci, Türkoğlu'la. Şular en ahırda tekrar karısan şu özü şu. Bir padişah aşk edip şu adam gösterdi. Demek Oedipus yolunu verse bu adam bu şey ahvallarına bunu tek şu mevdeydi. Kıma dedi. Lakin o zaten ahval neyme için halkma ülküydü bu. Dep en ahırda tekrar karısan muşlar şumpur yama işte kıyma. Ama o bilmedi. Bu Oedipus degen gittim verse özü karı haleti tuğanda yani pen bilimleriyle kurallanmagan, özü kallı işletmegen, dünyanınki umum yaşaş usulünü bilmegen şirayette adam karanlık tutursa bana bu işte yaman akıbetler buludu. Buna hazır her bir edemin tasdik kılsak, her bir edeminki bilim mükemmelliği, icadiyet kabiliyeti, ahlakı süpti, umum ahlakında cumhuriyet gibimiz boyunca bir sapa süpti şu derece yetmegen olsa, bu Oedipus boşaş kararlarca çok bu ahlakı öküzüp bu memlekette aramaya ekip koydu. Şunun için bu meselede Oedipus en ahırda mesele tekşirip eniqlab yıldızını tapqandan keyin en ahırda özünün ko'ziga yig'ini tiqib, qarib qilib, to'y qilib chiqib dedi. Bo'ldi vatandan ilinmaslar. Menda chiqib ketib vatan qutulgan bo'lsa o'zi qurbon qilib bilmaydi. Demak, yashash usulida mana her bir masala oldida keskin
Xatolikqa mana otobusdek o'zi ko'zni qari qilib o'tirgan bo'lsa, vatanni qutuldirib qolgan bunda. Ruh bo'lish kerak bir odamda. Mushta bo'lganda o'g'likninki 3 qatlamagani, bir yashash, olim yashash, otobus yashash deganimiz 3 qatlardan halqan bu o'g'lik, o'g'ilmiş o'xshash xato ish qilmaydigan axloqiy. Xatoliklarga jasurlik qilib kurash qila oladigan, davlatda pokni saqlab tura oladigan bir o'zi hozirgi zamondagi ham bilim va ham axloq va yaxshi edilmaydigan gap. Undaqda odum haqida bir tushuncha bergan bo'lsangiz, yani uni qanday mazmunlar bor? Odum deganda dil tuyg'ularini, qalb tuyg'ularini odumlash degan mazmunda. Chunki odum desa nurg'un odamlar ota-bobomizdan qolgan hamma narsani odum yoki shuningki o'zimiz irsi keyin qatorda tushundim. Men davaqanda odum irsiyatlik jismoniy masala va yoki ota-bobomizdan tarix an'ana bilan qolayotgan odatlar bo'lmay, insoniyatningki o'shanlik, aqlni o'stirish, ijodkorlik odumi. Bizning odum buningda biz hozirgi butun insoniyatni nazarda tutgan vaqtida odumni insoniyatning aql parasatlik bo'lib yetilishdiki, odumlar nima? Birinchisi andishlar ustida taftish qilish. İnsanın hayatı bazı vakti yaxşı, bazı vakti yaman bo'lgandek, bazı vaqtda qo'saq to'yagan, bayashab turmush kechirgan, bazı vaqtda och qolgan, yaman kun qolgandek o'zgarish bo'lib turdi. Mushlar bo'lganlik uchun kishilarga davomli bir xil andisha qoplab turdi. Uning ustiga ba'zi chog'larda tabiat o'zgarishi, ba'zi chog'da siyosiy o'zgarish, ba'zi chog'da din o'zgarish, ba'zi chog'da boshqa siyosatlar o'zgarishlar, nurg'unlagan masalalar bo'lib turdi. Davomli o'zi endish turibdi. Mushta endishlar kelgan vaqtda insoniyatningki erkak eng esil xislati nima desa, bu xislat chekinish, qo'rqish, tushkunlashish, buzuqlik qilish emas. Mushta sharoitlarda mushta endish paydo qilayotgan ishlar ustida o'zini tatishlash. Millatim aql qildi. Men dedim masala. Men buna ishlarda yengib chiqamadim. Yani mesela benim milletimde bir meydem olimpik meydanda çıkamadı yani, divan lugati Türk'te hazır. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'de divanını tetkik kılıp doktorluk unvanı ağırlaştırıp işleperken de bizde de divanını tetkik kılıp özümüzden kitabını özümüz tetkik kılıp bir meydem doktor boğay yok. Bütün dünyada biz hem de özü şunca terakat boğalıqla bilimiz. Lakin özümüz kılavatla iş kaçtık. Ben şu terakat mıvası şaladım ben. Demek mushunda masalalar ustiga yo'liqqan vaqtimizda o'zini taftish qilish. O'zining har qanday kamyer bo'lsa, uni aynan ko'rib, uni tuz to'lishga oldirish masalasi. O'zida bu narsalarda xurafiy narsalar bo'g'ilib qolmaslik. Yana birisi ikkinchi tajriba, bu birisi andishilik yomon ishlar bo'lgan vaqtda o'zini taftish qilib, o'zining tuzitish orqali shu vaziyat, shu davrda yashab qolish imkoniyatini yaratish degan gap. İkincisi nima aytsangiz, yana bir ducharlik. Bizga endi sa'at ducharlik ustida musobaqaga jur'at qilish masalasi. İnsoniyatning butun tarixida insoniyat aqlini zodi Alloh taolo bevosita uningga puflab kirgizib qo'ydimi yoki insoniyat amaliyotda bir-birlab bilib yetdimi degan masalada diniy qarash, fanniy qarash. Fanniy qarashlar, diniy qarashlar har ikkisida xurofiylik yoki dogmatistlik yoki bunga aynan ilmiy asos javob berish masalasi bor. Endi bizningki ko'z ichimizcha masalan Iran voqeasi. Iran voqeasida Alloh taolo Havonam odamlarni jannatda qo'llaydi. Ular yaxshi yomonlikni farqlantiradigan mevani yeb tashlagan uchun. Onu meyveni yeme, başka meyvelerni yesek olur, lekin ma meyveni yeme degan. Yemeydigan meyveni yeganlik uchun avvaldan bilan odam atam chiqsa jazo uchrab jannatda qo'llanadi. Jannatda qo'llagan vaqtda ular qo'rqib, birdan u bilan bukib, birdan bilan bukib, oxiri o'zlarininki turmushini o'z oldiga yo'lni bilmaydi. Chunki ular shu vaqtda Allohda yalang'och yashayotgan. O'z desangiz baydo. Shu vaqtda Allohda shuni o'zining yalang'och tuqqanligini bilgidek aql yo'q. Allohning bag'ida o'ynab yurgan.
Şu bağdan haydap çıkargan mesele mesela bir xil duçarlık. Bir mesele yo'liqdi. Bunda vaqtida onu da tushkunlashib, keyin chekinib ketish yoki Xudoga qarashtirib uni mush etish yoki hozir bizni boshqalardan podshoh bo'lsa uni bilan mushishib yurib, oxiri o'zi yo'q dutish emas. Yana bir yo'l deb chiqib musobaqa qilish. Bizni jazolovchi yoki jannatdan Alloh taolo haydab chiqargan bo'lsa, aql tepib Alloh taoloning ro'yidagi ishni bir qilib olamiz. Shu bilan bu ishkelar endi şu Allah'ın teklifi bilen her ayal bulundu. Onun Habil Kabil'de iki oğul doğuldu. Abi tarihçi, o Kabil Çarvıcı. Tökücü oldu dedi. Muşri'nin dünyada anda şu musabaka olan cüretkili Allah'ın tavşırık boyunca akıl işletkenlikten hem de birinci duçarlıkta insan akıl kirip çarvıcılık dikkatli başlar. Yani ot meselesi çok desek mesela ot alayla endi bizdeki ot elish meselesi endi bu şu dini rivayetlerimizin var bu haqda fanni orqali qilgan narsalarimiz var. Endi fanni tadqiqot natijalarida qaraganda chog'da insoniyat uzoq muddat shu hozirgi Hind okeani ostidagi o'rmon chaqqonlarda, ya'ni tropik belbog'da yashagan. Tropik belbog'da yashaganda hammadan yalang'och, hammadan da qurol yo'q. Veya ular asasen balıklarını oğlap yiyiş, şu etrafındaki derslerinde ham yiyiş bilen yaşamaktan. Bular nüfus köpüyüp patmakan deyken, hazır tropik belbak etrafı patmakan deyken, tarka vakta asasen Hindistan trekke, Janubi Avrupa trekke, Şimal Afrika trekke bile mağdur. Ahire bu şu bizdeki Orta Asya, Merkezi Asya trekki çıkamazsa bizde Karakorum, Pamir, tağdırı bunlardan tosap tuğalıp şunu Altay tağdırı. O şartlı insanlar yalağaç bu yana çıksın buzlap çıkaydı. Bunlar yüz kıtımlap vurdum. Endi hazırki tadqiqat boyunca evvelam adamın ki şu şartdaki bu şu tarixchilik qilgan bolalarni topgan vaqti 60 ming yil atrofida. Bundan 45 ming yil burun bular bir turkum adamlar bu yerda Karachi dengizida pag'irga chiqqan. Müşakil nurg'a adamlar ko'p qatim o'lib oxiri bular o'sha ko'zolab qishgandan keyin bular qichib ketishi bilinmay, o'sha qichib ulgurmay nurg'a adam tekrar o'ldi. Qabillar o'sha qochqanlar. Keyin qichib qo'qib qochqanlar. Mana o'tganlar desa haqiqatan da bo'ldi shu. Nohning baldiri nohning ishki yo'q, yapasdan baldiri. Mana shu da'vatga rivoyat odamlar chiqqanda birinchi qatim müşahede akıl içip yani o't bulmasa adamın muzlab öyle bir alıqını, ısıqlıq bulmasa keyin bu bayqalıqını bayqagan. Şulaşqa bizler tarih medeniyetinde bütün dünya medeniyetindeki merkezi rayonu degende yoki bütün dünya boyunca tarih bir o'zi tarixdagi yadrozlik shu tugul meseleleri cevaplarga yetkilerimiz, mana muşta o't elish meselesini şu şartda bizning Yapes urilgan. Yapes'ninki oğlu şu anam bilan ki Nuhning oğlu Yapes urilgan. Yapes'ga şu vaqtda rivoyat qilinishicha men shunda quraq rayda turib qoldim. Uzoq zaman buni qanday ko'kartaman ben deganda yodi tashni bir ismi azam yozilgan yodi tashni birib desa sen mushunga 5 kun ichgacha İsmi azam okup şu desem, yağmur şuyor da bir yada taş bagat diye rivayet var. Birinci qatim bizim taş ne? Yada taş deb bilaqı. Afiyet qilib şuna yağmur tilab asmandan yağmur şurishimiz şu. Mana şu vaqtda ham yağmurga ega bo'lgan, yağmur şurishni o'rgangan, ham o'sha kiyim kiyishni mishadi. O'rgandi. Demak bir ducharlik bulqa. Ya'ni yalang'och qarshi o'ylab ketgan bir ducharlik şu vaqtda insonning aqlini g'idiqlab oylab en ahırda bir danışman kendini yardım edip taşlının sokulap çıkıp atkan şu çakmak çıkıp atkan ot nurlap qarab deb ot elishni o'rgangan. Shuni insonning aqli echilgan. Bu ikkinchi masala. Shunga o'xshash endi keyin qarasa nurg'ilgan ko'mir kalla neft kallarının üstü o'choq o't ketib atkan, uningga chiqib qolgan nurg'ilgan toshlar ko'p, undan mana ruda
rodlar ko'yib, to'mirlab qolib ko'rib, anaki ot madaniyati, qilich qalqoq desaq, mana narsalar ijod qilishga boshlagan. Shunga o'xshash endi bizning hozir kunimizda-chi. Hozir kunimizda nima desa, har qanday bir ishga duchor bo'lgan vaqtimizda bir o'ylash, bir tirishchilik orqali shuni yangi aql deb shuni o'tib ketamiz. Demak, bu insoniyatning aql tajribasida ikkinchi tajriba duchorlik oldida musobaqa uchrat qilish bu insoniyatning aql demishdiki udum. Ikkinchi udum. Musha bir duchorlik o'shda. Endi aqli kulliydan aqli juz'iydi. Bizga burqa bo'g'alarimiz insoniy komil deganni nima desa bu tabiat bilan, ya'ni koinotla birlashgan edim deymiz. Hali zamonning tilida. Bo'g'alarimiz desa Xudo bilan birlashib ketgan, o'zi davomli istiqror, ya'ni Allohning dargohiga g'arq bo'lgan deymiz. Bu g'arqlash degan nima desa, o'sha kul aqli kullaydigina bo'g'alarimizniki. Bu tabiat. Biz hech qanday qilib o'zgartirmaydigan yaratuvchi. Yaratuvchini biz aqli kulli. Aqli juz'iy deganimiz mana shu aqli kulliyda yaralgan odam biz juz'iy. Bizning tinimizda to'ngimiz, issiqlaymiz, ochimiz, to'yimiz, xush bo'limiz, xafa bo'limiz, kulimiz, yig'laymiz. Bu nima desangiz, bizning tabiatimiz bu xuddi tabiatga bo'layotgan holatga o'xshash. Yani o'tkir quyosh harorati bilan o'tkir qubatning sovuqi kesishgan shu nuqtada olamning yeshilshan paydo bo'lib tamponlik bilan biz yashayotgandek, tampon yashab biz yashayotgandek, bizning bedanimiz bilan tamponlik bo'lgan vaqtida tabiat bilan energetik taraqqiyot tez bo'ldi. Ya'ni aqlimiz bizning kulli aqlining qonuniyatini bilish orqali bo'ldi. Har qanday adam çoxum özünün müşt bədindəki özgürlüklərini təbiətlə silişdirə alıydıqan və təbiətdəki özü köylən nərsələrini özünün bədindəki özgürlüklərlə tampon qılalıydığan alıb kəlgən çağda bu adam əqli cəhəti səkrəydi o. Məsələn, bunu cəmiyyət tədbiq qılsaq, cəmiyyət hər qatar istemal olsun. Həmmə adam yeməndə durğan bir cəmiyyət. Bu, hər bir adamın işləb çıxılışıyla təmin edildi. Yəni, bizdən ki, cəmiyyətdən tamponluğu nə mənəsə, cəmiyyətdən tamponluğu işlep çıkış, yani istimal kaçlık olsa onun üstüne işlep çıkış endin tampon oldu. Bunu adette biz adamın aklına takılan çoğu dese istimal bu kirim çıkıp çoğu ihtira, icadiyet. Demek insaniyetin üçüncü tecrübesi yani her qanday bir narsani tabiatning umumiy qonuniyat bilan tampon qilib qodiriy kuchning o'zida ifodalarini bildigan va o'zlaridagi aqlini tabiatning shu qonuniyatini bayqashga ishlatadigan odam bo'lish masalasi. Mushundaq tamponlashtirish, ya'ni iste'mol bilan chiqib ixtironi tamponlashtirish aqli bo'lgan vaqtida endi jamiyat tinch ittifoq bo'ladi. Chunki butun dunyo bo'yicha olgan bo'lsak insaniyat asasen istimal boyunlarına yetişmesi cem kılındı. Yer talıştı, su talıştı, mal talıştı, pul talıştı. Eğer bir orun mesela Şivit'te alımız, o burada normal mesela var, Yahudiler alımız diyelim. Nemişim andan bundan deyimse bula istimal kılıçlan billah, özünün ihtira kılıç gücü intihar etmişti bu alıp için tampon yaşamak aydınlar. Şuna insaniyetin tecrübelerinden kırgan çağda endişelik işlerine yoluqqa vaqtda özünü teptiş qılalaydıgan, yeni meselege duçarlıqqa yoluqqa vaqtida bununla musabaqa düşəlaydıgan, insaniyetin umumi teraqqiyatı boyunca külli aqli bolsa, biz cüz'i cəhətdə etqanda milletni, özümüzni şununla toğulayalaqan bolğa vaqtida bu insaniyetinki aql parasetinin özləşdirib udum qüvvətillik qıldı denge. Muşaqda biz paraset boyunca udum qoğuluşmagan bolumuz. Herkes nefsimiz boyunca emas.